Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan belgilangan maydonni chop etish mavzusini ko'rib o'tamiz. Belgilangan maydonni chop etish. Buning uchun biz sizlar bilan o'sha obishniy rejimga o'tib olamiz. Belgilangan maydonni chop etish qanday bo'ladi bu? Xo'p, bu yerdan prosmotrga o'tadigan bo'lsak, ushbu joyda ko'rsatgan holatda turibdi. Ya'ni belgilangan maydonni chop etish usuli. Xo'p, mana belgilangan joyini belgiladim. Mana shu kerak. Menga jami kerak emas. Mana shu narsa kerak. Menga qolgani kerak emas. Prosmotr и pechat qilaman. Bu yerda, ya'ni parametr bo'limidan pechat aktivniy list degan joyga bosaman. Bosadigan bo'lsam, pechat shu kniga hammasini yoki videoning fragment degan joy turibdi. Videoning fragmentga bossam, men faqat jamini belgilamaganman, qolgan joyini belgilaganman. Buni pechatga beradigan bo'lsam, shunaqa holatda chiqadi. Buni aks holatiga keltirish uchun esa shu joyda bosib yoki inakda oblasli pechatga bosib to'liq holatda keltirishingiz mumkin. Demak, belgilangan joyda pechat chiqarish, birinchi belgilab olish, keyin pechat prosmotr pechat bo'limiga o'tib, pechat videoning fragment degan joyiga bosish ekan. Yana bir usullarimizdan biri, bu vid bo'limiga o'tamiz, Stranishniy rejim. Ya'ni biz oldin ko'rib o'tgan edik, Stranishniy rejim. Mana bu yerda hisoblanadi uchinchisi. Yoki vid bo'limi orqali Stranishniy rejim. Stranishniy rejim nima? Mana shu hamma turganini hop bitta listda chiqaraman deyapti. Excel mana hammasini shu nimani bitta listda chiqaraman deyapti. Bizga bu kerak emas deylik. Agar buni ikkiga bo'lmoqchimiz, bu kvartira degan joy kerak emas. Bu nimani o'sha chap qo'limizda sichqonni chap tomonini ushlab tortamiz. Ya'ni mana shu yergacha bizga yetadi. Bo'ldi mana shu. Endi pechatga beradigan bo'lsak, hop. Endi pechatga beradigan bo'lsak, nima bu to'liq ko'rsatyapti? Hop. Shu holatda turibdi. Prosmotr pechat qilaman. Demak, hop. Mayli, birinchi listam chiqyapti. Chegaralarni belgilab olish. Hop. Qarang. Bu chiziqni yana o'sha tortaman. O'sha tortadigan bo'lsa, mana shu yergacha chegara keldi. Mana shu yergacha keldi. Demak, mana shu yergacha keldi. Bitta listni aniqlab olish. Bitta list chegarasida turganini ko'rsatyapti. Demak, mana tortganimda Excel chegaralari o'zi avtomatik bu yerdan tanlab qo'ydi. Endi agar mana shu chegarasini bu yoqqa belgilaydigan bo'lsam, pechat qiladigan bo'lsam, endi mana birinchi list o'zi chiqadi. Demak, biz nima qildik? Narigi stransani olib keldik pastga. Bu unaqa qilish ba'zi bir holatlarda kerak bo'ladi. Ya'ni katta jadvallarda, katta hisobotlarda printerdan har xil usullarda pechatga berishda ishlaydi. Bu stranishniy rejim, o'zgartirib olish, listlarni o'zgartirish. Lekin bu koeffitsient bilan bir xil ishlaydi mana. Misol tariqasida ko'raylik, bunga bosaman. Parametr masshtabga bosadigan bo'lsam, 80 da turibdi. Endi buni o'zgartiramiz mana. Hop, yoqqa tortamiz. Buni yana ham tortamiz. Tortadigan bo'lsam, prosmotrga pechat qiladigan bo'lsam, masshtabga bosadigan bo'lsam, mana 68 ga tushib. Ko'rdingizmi? Avtomatik prosent bilan birga ishlaydi bu rejim. Bir vaqt o'zida ham siqadi, ham kattalashadi. Ham siqib, ham kattalashadi. Demak, obishniy holatda ishlaganimiz bizga eng to'g'ri yo'l ekan. Obishniy holatda listlarni sozlaganimiz yaxshi. Shuningdek, tushunarli bo'lgan bo'lsa, belgilangan maydonni chop etish, belgilab olib, prosmotr pechat qilib, videoliniyni fragment chiqarish yoki vid bo'limida stranishniy rejimda yoqib, listlarni bir list, ikki list holatiga o'tkazish ekan. Mana bunday tortganimizda listga chiqib qolyapti. Shuning bilan mavzuimiz tamom. Keyingi darsda ko'rishamiz.